Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrdon obunachilarimiz. Salomoreyska joblarini rossiyskilarda video obzor qilishda davom etamiz akalar. 220 ta ishlayapti. Motorlari 4 kilovatlik. Chiqarishini ko'rib turibsiz akalar. Ikkita pichoqda 220 ta ishlayapti. Pastroq tokka ham ishlayveradi akalar, mabodo. Yoqadigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Qo'li quruq universalni любой hashagingizni chiqarib beraveradi. Mana hozir beda chiqarib ko'rsatib o'tildi. Yoqqan bo'lsa akalar, telefon nomerlarini qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Motorlari rossiyskiy mislik bo'ladi. Puskatlar o'rnatilgan, kapot novlari hamma yo'g'i tayyor holatda. Adresimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Yoqqan bo'lsa akalar, like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, videoni tanishlarga jo'natib qo'yamiz akalar. Qo'li quruq universalni любой hashayda mana shunaqa qilib chiqarib beraveradi. Chang gitmaydi, gilamnisi isrof qilib yubormaydi akalar.